Zapsni boshlayveramiz. O'zingizga ma'qul bo'lgan joyda bitta papka oching, ikkinchi loyiha deb nomlasangiz ham bo'ladi nomni. CMD'da papka ochishni bilasizmi? Kimdir biladimi oramizda? Mana shu qora oynada papka ochishni bilamizmi? Yo'q, papka. Ya'ni hozir agar papka oching desam, siz masalan рабочий stolga ochmoqchisiz, mana bu yerdan nef turib ochishingiz kerak, to'g'rimi? O'shani boshqa usuli ham bor. Endi o'rgatmagan bo'lsa, balki esdan chiqqan bo'lishi mumkin yoki keyinchalik o'rgataman degan bo'lishi mumkin. Keling, nimaga o'tib olamiz, рабочий stolga. Xo'p, agar siz papka ochmoqchi bo'lsangiz, shu yerda to'g'ridan-to'g'ri uning uchun emiktir buyrug'ini bersangiz, ochib beradi papka. Hozir yaxshi ko'rinyaptimi? Mana emiktir deb yozib turib, papkaning nomini yozishingiz kerak. Masalan, bizda ikkinchi loyiha. Ikkinchi pastki chiziqcha loyiha deb yozadigan bo'lsangiz, mana shu papkani hosil qilib beradi. Mana o'zi sal chetroqqa suraman. Mana ikkinchi loyiha papka hosil qilib beryapti. Buni ham o'rganib qo'ying, to'g'ridan-to'g'ri. Agar ertaga siz biron bir proyektingizda o'sha Linuxda ishlaydigan bo'lsangiz, baribir ertaga boshingizga tushadigan savol va Linuxda ishlaysiz. Linuxda to'g'ridan-to'g'ri mana shunaqa papka hosil qilib, o'shandan ishlatib ketishingiz kerak bo'ladi. Bitta papka hosil qilamiz, uning ichiga muhitlarni o'rnatib, Django'ni install qilib olamiz. Bu yog'ini papkani ichiga qanaqa kirishlarini bilsangiz kerak. To'g'rimi? CMD orqali. Hamma biladimi papkani ichiga qanaqa kirishdi? Aha. Python -n muhitni shunaqa yaratyapsizlarmi? .env deb. To'g'rimi? Oxiridagi .envni umuman boshqa nom bilan atasa ham bo'ladimi, yo'qmi? Yo faqat envda yaratib ko'rsatib berdim. Yaxshi, uni ham bilib qo'ysangiz yaxshi. Bu venvdan keyin istalgan nom bilan atasangiz ham bo'ladi. Xohlagan nomingiz bilan. Masalan, muhit deb o'zbekchalab yozib qo'ysangiz bo'ladi. Ha, o'sha .env papkaning nomini siz xohlagan nom bilan atasangiz bo'ladi. Farqi yo'q. Nuqta qo'ymasangiz ham bo'ladi. Nuqta qo'yilishining sababi ertaga siz biron bir loyiha qilayotganingizda, mana kompyuteringizda qilasiz, baribir lokalniy kompyuteringizda. Uni biron bir serverga yoki biron bir masalan GitHub nimaligini tushuntirib berdimmi? Ha, endi kelasizlar u mavzuga. GitHub degani o'sha server, sayt, o'sha saytda siz o'zingiz kodlaringizni yuklab qo'yasiz. Uni boshqa odamlar ko'rish uchun. O'sha yerga yuklayotgan vaqtingiz mana bu env papkalar ham qo'shilib ketmasligi uchun nuqta yozilyapti oldiga. Ya'ni nuqta degani mana shu kompyuter o'ziga tegishli bo'lgan fayl degani. U tashqariga chiqib ketmaydi. Nuqta qo'ysangiz. Ertaga boshqa biron bir fayl yaratmoqchi bo'lsangiz ham, u fayl kompyuteringizdan tashqariga chiqib ketmasligini xohlasangiz, oldiga nuqta qo'yib yozishingiz kerak bo'ladi. Papkami, faylmi farqi yo'q. O'shanda boshqa hamma narsani yuborsangiz ham o'sha narsa qoladi. Nuqta bilan yozilgan fayl, papkalar o'sha kompyuter o'zida qoladi. Chunki u o'zi lokalni yaratib qo'ygan so'z. Nuqta qo'ygansiz, bu secretni fayl bo'ladi. Kompyuter o'ziga tegishli bo'lgan fayl. Bu envni xohlagan nom bilan atasangiz bo'ladi. Nima uchun env deb ataladi? Sababi ko'pchilik env deb nomlab ketadi. Shuning uchun. Xo'p, bizlar ham hozircha env deb nomlab turaveramiz yoki env deb nomlasak ham bo'laveradi. Farqi yo'q. Yoki muhit deb yozib qo'ysangiz ham hech narsa qilmaydi. O'sha yaratib beradi sizga shu narsani. Eng muhimi, undan oldin -m bilan venvni to'g'ri yozib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, yaratib bo'ldik. Aktivatsiya qilishni bilsangiz kerak, to'g'rimi? Telegram bot qilganda muhit bilan qildingizlarmi? Demak, yaxshi. O'sha foydasi bo'ladi hozir mana shu buyog'iga, bundan buyog'iga o'sha muhit bilan ishlaysiz faqat. Demak, script aktivat qilib olamiz. Hop, cd muhitni chekirmadik va aktivatsiya qilib olamiz. Orqaga qaytib chiqishimiz kerak va orqaga qaytib chiqqandan keyin demak Django'ni o'rnatamiz. Loyiha yaratish uchun qanaqa buyruq berishimiz kerak, kim biladi? Kim eslab qoldi o'sha? Umuman proyekt yaratish uchun.
qaysi buyruq berishimiz kerak bo'ladi? Django admin. Aha, qolganini ham bilasizmi? Django admin, start project va loyiha nomi bo'ldi. Demak, birinchi o'rinda hozir yangi muhit o'rnatdik. Bu muhit ichida hali Django o'rnatilmagan, uning uchun Django'ni o'rnatib olamiz. Django'ni o'rganishga qadam qo'yibsiz, yaxshi. Endi siz pastda full stack'ga qadam qo'ygan bo'lasiz. Chunki Django'da turli xil veb-saytlar qilish orqali, masalan, Django'da qiladigan bo'lsangiz, demak, uni siz full front-endini ham qilasiz, back-endini ham qilasiz. Front-endini deganda 100% qilmaysiz, lekin mana bu tayyor shablonlarni olib turib, Django'ga qo'shib turib ko'tarasiz ertaga. Bemalol. O'shanda siz front-enddagi ba'zi bir knopkalar, ba'zi bir ranglarni o'zgartirishingiz kerak qoladi yoki katta kichkinaligini, rasmlarga qanaqadir style berasiz. O'sha vaqtlarda siz o'zi full stack'ga qadam qo'ygan bo'lasiz. Chunki HTML, CSS, JavaScript ham qisman tanishib o'tasiz Django'ning o'zida. Qisman. Chunki JavaScript o'zi bitta dasturlash tilidir. Agar Pythonni yaxshi biladigan bo'lsangiz, JavaScript kodlarini ham shuna qaragandan tushunasiz. Faqat JavaScriptning bitta farqi, ya'ni qolgan dasturlarning Pythondan farqi, ularda ko'proq belgilar qo'yiladi. Nuqta virgul qo'yasiz oxiriga yoki jingilik qovuslarni shartlarda yozish kerak. Bizning shartimizga jingilik qovus yozilmaydi-ku. JavaScriptlarda jingilik qovuslar nuqta virgullarni qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bor-yo'q shu. Sal qiyinroq sintaks. Python shuning uchun oson. Unga unaqa narsalar kerak emas. Xo'p, o'rnatib oldik. Demak, loyiha yaratamiz. Django admin start project. Loyihangiz nomi. Loyihaning nomini nima deb nomlasangiz ham farqi yo'q, o'zingiz bilasiz. Ya'ni ko'pincha ko'p holatlarda, standart holatlarda nima deb nomlashni bilmasangiz, shunchaki serka, ya'ni sers deb nomlab ketsangiz ham bo'ladi. Bundan keyingi ishimizni kim biladi, ketma-ketligini? Qani siz aytingchi, hozir loyiha yaratib bo'lganimizdan keyingi ketma-ketlik, agar esingizda qolgan bo'lsa. Esingizda yo'qmi? Uyda yozib, necha marta yozib ko'rdingiz? Bir marta yoki umuman yozmadingizmi? Loyiha ko'tarib ko'rdingizmi? Mana shu darsda bo'lsa. Yo'q, Django'ni birinchi loyihani qilib ko'rmadingizmi hali? Xo'p, mana shu loyihani ichiga kirib olishimiz kerak bo'ladi, ya'ni sers ichiga kirib olishimiz kerak. Bo'lmasa bizga mana Python yozganimizdan keyin ishga tushirishimiz uchun Python meni bosib, tabni bossangiz, manage pay chiqarib berish kerak bo'ladi. Agar hozir sersdan tashqarida bo'lsak, chiqarib bermaydi u. Chunki mana orqaga qaytib ko'rsatadigan bo'lsam, bu yerdan dir deb yozadigan bo'lsa, ya'ni ichkaridagi nimalar borligi. Bu yerda faqat muhit bilan sers degan papka bor xolos. Ichida manage pay degan fayllar yo'q. Buning uchun siz sers ichiga kirishingiz kerak bo'ladi. Ana uni ichiga kirib turib dir yozsangiz, ya'ni dir komandasi bu mana shu faylingizning ichidagi yoki papkangiz ichidagi nimalarni ko'rsatib beradi. Fayllar. Mana hozir ichkariga kirsam, manage pay bor, sersni o'zi turibdi. Hali biz cmd nimalarni ochmasdan, cmd deyman. Sublimeda ishlayapsizlarmi? Sublimeda ochmasdan turib, shunday terminalda o'zida bemalol ishga tushirib olsangiz ham bo'ladi. Kodlarni ochmasdan yoki biron nimalarni yozmasdan oldin. Xo'p, shu yerda ishga tushirib ko'ramiz loyihani. Ya'ni app yaratganimiz yo'q hali. Appni nimaligini tushuntirib bergan bo'lsa kerak o'tgan. App yaratganimiz yo'q, shunchaki loyihani ishlatib ko'ramiz. Buning uchun Python manage pay buyrug'i kerak bo'ladi, ya'ni fayl kerak bo'ladi va run server. Ushbu buyruqni berganingizdan keyin Django ishga tushadi va mana bu kompyuterimizni o'zidan bitta lokalniy server yaratib beradi, ishga tushirib beradi. Bu lokalniy server mana shu manzilda joylashgan bo'ladi. HTTP 127.0.0.1.8000 portida. Xo'p, hammada ishga tushdimi loyiha? Ishga tushgan bo'lsa, endi brauzer orqali buni tekshirib ko'ramiz. Xohlasangiz brauzerga kirib turib, mana bu URLni shunday ko'chirib brauzerga tashlang. Chunki sizlarda hali endi birinchi marta ochilayotgani uchun shunaqa o'zi chiqarib bermaydi. Endi menda ko'p ochaverganim uchun o'zi avtomatik tarzda ochib beradi. Xo'p, bu yerdan enter bosib qotib qolibdi. Mana, demak bu Djangoning ishga tushishi. Mana shu raketa chiqib turgan bo'lsa, demak hammasi to'g'ri.
Xo'p, hammada ishladimi? Yaxshi. Hammada ishlagan bo'lsa, endi to'g'ridan to'g'ri nimani applicationlarni yaratishni boshlaymiz. Ya'ni applarni yaratishni. Loyihani to'xtatamiz. Loyihani to'xtatish uchun Ctrl+C birgalikda bossangiz loyiha to'xtaydi. Va yana Python ManagePy buyrug'i kerak bo'ladi app yaratishimiz uchun. Python ManagePy keyin bu yerga startup va o'zingizning appingizni nomi. Startup va hozircha siz my app deb yozib tursangiz, appni nimaligini tushunib olguncha my app deb yozib tursangiz ham bo'ladi. Tez ketmayapmizmi? Tez ketsak ayting, tez ketyapsiz deb. Xo'p, yaratib oldikmi appni? Yaratib bo'lgan bo'lsa, yana dir komandasini bersangiz, mana dir ko'p kerak bo'ladi. Dirni komandasini bersangiz, CMDda bizga papkamiz ichidagi qolgan fayllarni ko'rsatib berish kerak. Mana bizda SQLite ochib beribdi, ManagePy bor va MyApp bor, Service Tools. Sizda ham xuddi shunaqa fayllar bormi? Demak, to'g'ri. Ana endi bizga Sublime'ni ochib olishimiz kerak, mana shu loyihamiz. Bu yerga o'zi kodlar yoziladi. Xo'p. Sublime'da papkani ochishni bilsangiz kerak. Hamma biladimi? Demak, open folder qilasiz va bu yerdan qayerda joylashganini tanlab turib, loyihaning ustiga bossangiz ochib beradi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu Sizlar qaysi mavzuga kelgansizlar? EOS tema botga biron bir topshiriq berilganmi? Topshiriq shu, shularni men teruvchi botga o'qiyman kelishdi. Aha, o'xshadimi? Ishlab turibdimi hozir? Kompyuterda ishlatsangiz bemalol nechta til bo'ldi? 4 ta. Yana tillar qo'shmadingizmi? Kamida 10 ta til qilavering, chunki odatda 10 ta tilgacha foydalanadi odamlar. 4 ta til qilsangiz kam bo'lib qolibdi deb qolmasin. O'shaning uchun kamida 10 ta til qiling, 10 ta tilga tarjima qilib beryaptimi? O'shani ham tekshiring. Hozir sizlarga topshiriq shu bo'ladi. 10 ta til qiling va tekshirib ko'ring. Qani, javoblar bormi yo'q? Savol tug'ilib qolsa, bemalol savol bersangiz bo'ladi. Xo'p, agar siz yaratmagan ekansiz, siz yaratibsiz. Loyihani birinchi marta yaratib bo'lganimizdan keyin Sublime'da ochdik deylik. Undan keyin eng birinchi bo'lib turib qilinadigan bitta ishimiz bor. Shuni aytib o'tdilarmi? Nima ish qilishimiz kerak? E'tibor qilishimiz kerak. Ha. Ya'ni bu mana bu yaratib bergan appimizni, my appimizni, mana bu source ichida settings fayli bor. O'sha settings fayliga installs apps degan o'zgaruvchi bor. Mana katta harflar bilan yozib qo'ying. O'shaning ichiga install qilib qo'yishimiz kerak. O'shandagina biz yaratgan appimizni ko'radi, bo'lmasa app ko'rmaydi. Xo'p, demak, my app nomi bilan appimizni nomlaganmiz. Xo'p, shunaqa yozib oldikmi? Yozib oldikmi? Xo'p, yozib bo'lgan bo'lsa, endi bundan buyog'iga bizda templates fayllar bilan bu yoqqa kiravering. Yo'qda dars bo'lyapti. Bu yerda ham dars bo'lyapti, mayli. Xo'p, bundan buyog'iga biz templates fayllar bilan ishlaymiz. Ya'ni templates fayllari nima? Templates fayllari asosan front-enddagi HTML, CSS, JavaScript, jQuery, shunaqa fayllar. O'sha fayllar bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. Ularni ishlatadigan bitta papka bor, mana shu Django o'zida. Uni nomi templates deb nomlanadi. O'sha templates degan papka hosil qilib, uni mana bu sozlamalar settings bo'limiga ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Templates papkamizni biz yaratdik va u mana shu yerda turibdi deb ko'rsatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin uni ichiga bemalol HTML fayllarni yaratib ishlatib ko'rsak bo'ladi. Demak, birinchi o'rinda nima qilamiz? Hozir mana bu Sublime'da qarasangiz, my app bilan source bitta qatorda turibdi, joylashgan. Endi mana shularning qatoriga biz yangi papka hosil qilishimiz kerak. Uni nomi templates degan. Xo'p, source ustiga kelib turib, new folder qiladigan bo'lsak, mana bu yerga nomlashimiz kerak. Demak, nomlaymiz.
Hop, templates. Nomi xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Agar bitta S qolib ketadigan bo'lsa ham topa olmay qolishi mumkin faylingiz, papkangiz. Yo'q, bu papka. Ya'ni enter bossangiz, o'zi mana bunaqa templates degan bitta ochiladigan papka qilib beradi. Ya'ni bu fayl emas, bu folder, ya'ni papka desak bo'ladi. Buning ichida men ochib ko'ring. Ichida biron nima bormi? Ya'ni biron ochilyaptimi papka? Ochilyaptimi? Ochilib yopilyaptimi? Ochilib yopiladigan bo'lsa, demak siz papka hosil qilgansiz. Endi mana shuni ustiga kelib turib bitta new fayl qilsangiz bo'ladi. Menimcha new ichkariga tushib qolgan bo'lsa kerak. Servisni mayapti ichiga ham uni o'chirib bu yoqdan qilsangiz bo'ladi. Templates ustiga kelasiz, meshkan o'ng tarafini bossangiz, new file bo'limi bor. O'sha yerga bosasiz va HTML fayl saqlanib qilamiz. Buni nomini index.html desak bo'ladi. Index.html. Boyaga serverlarning loyihasi berildi. Mana bunday fayl olsin. Templatesmi? Papka, new folder, pastdagi. Ana o'sha yerga templates nomini bo'ladi. Ko'rinmay qolibdi nomi, serverga qo'yib turaymi? Ko'rinyaptimi templates? So'ravering bemalol, agar nimaga tushunmasangiz. Tildan ro'yxati bormi? Bor, bu kompyuter qo'ying. O'shanda o'zingizga eng yoqqan 10 tasini tanlab, tashlab olsangiz, shularga funksiya yozib qo'ysangiz bo'ladi. Buni ichiga fayl yozamiz. Buni ichiga index.html degan fayl. Mana shu ustiga kelib turib, meshkan o'ng tarafga bossangiz new fayl chiqadi va nomlaysiz. Front-endimizga kerak bo'ladigan HTML fayllarni yaratib olamiz. Hozircha bitta HTML bo'lsa ham bo'ladi. Yaratib oldik, save qilsak, mana index.html bo'lib tepasiga yozib chiqdimi? .html. Shu vaqtgacha biz .py, ya'ni .python fayllarni ishlatdik. Endi bundan buyog'iga .html fayllarni ham ishlatamiz. Ya'ni bu front-end chunki .html deb to'g'ri yozgan bo'lsangiz, mana bu yerda katta kichik belgisi bor. O'shani yozib turib, htm deb yozsangiz, o'zi bu avtomatik tarzda mana buni tepasiga chiqarib beradi. Chiqarib berdimi? Ustiga bir marta bossangiz, o'zi yozib beradi kodni. HTML boshqa nimalardan afzalligi ham shu. Ya'ni bunda tezroq kod yozsangiz bo'ladi. Xohlasangiz bu yoq, xohlasangiz coworking xonaga kirib tursangiz ham mayli. Ko'rdingiz? Bu o'zi HTML o'zi mana shunday qizil teglar asosida yozib beryapti. HTML nimaligini kim biladi oramizda? Ha? Yana ham soddaroq tushuntirib beradigan bo'lsam, bitta odamdan tasavvur qiladigan bo'lsak, veb-saytda odamning skeleti bor, to'g'rimi? Suyaklari. O'sha suyaklari bu HTML bo'ladi. Agar HTML bo'lmasa, u tepadagi ham go'shtlari, nimalari foydasi yo'q. Turmaydi bitta joyda. Uni turish uchun bizga suyak kerak. Suyak bu HTML bo'ladi. Ya'ni hech qachon esdan chiqarmang, veb-saytni suyagi bu HTML bo'ladi. CSS bor. U ham shunga sal yaqinroq. CSS nima qilib beradi? Bu masalan odamni terisini rangi, uni ustidagi ko'ylaklarning, kiyimlarning ranglari, o'sha narsalarni CSS da yoritib beradi, ya'ni style beradi, ko'rinish beradi. O'sha narsalarni CSS da yoritib beradi. JavaScript bor. JavaScript mana bu odamning harakatlanishi. Ya'ni veb-saytingizda ozmuncha harakatlanish, unga animatsiyalar qo'shish, qimirlatish nimalardir, rasmlarni ketma-ket o'zi ochib berishi bu animatsiya, ya'ni unga JavaScript kerak bo'ladi. Mana 3 ta narsa. Backend qayerda desangiz, backend mana shu odamni umuman ichki tuzilishini ishlashi, uni oshqozoni, yurak urishi, hammasiga backend javob beradi. Tayyor front-end qilib qo'yganingiz bilan, agar ichkarida backend bo'lmaydigan bo'lsa, u bir tiyinga qimmat bo'ladi. Ya'ni veb-sayt qildingiz, tayyor front-endni bosasiz, bir nima qilish mumkin, lekin ma'lumotlar yo'q. Nimalarni, yuzerlarni saqlanib qilmaydi, registratsiyadan o'tkazmaydi. O'shanaqa narsalar bo'lmasa, u saytingizni hech kim kerak emas. Endi front-endchilar to'g'ri, o'shanaqa narsa qilib beradi. Chunki ularning ishini oti shu. Biz ichkari tarafdan jonlantiramiz o'sha saytlarni, backendchilar.
Django'ni o'zi bilan tanishganimizdan keyin HTML fayllar bilan ishlaymiz, chunki bu yerda siz full stackga qadam bosdingiz. Boya aytib o'tganimdek, bemalol endi HTML kodlarni ham yoza oladigan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, HTMLda bu qisqagina kodiga kelib o'tadigan bo'lsak, nima uchun aynan bu kodlarni bizga chiqarib beryapti? Chunki bu kodlar har doim takrorlanadigan kodlar. Masalan, mana bu HTML teglarni olamiz. Qarang, bitta tepada ochilgan, pastda esa yopilgan tegi bor. Yopishda har doim ahamiyat bering, mana bunaqa slash bo'ladi. Masalan, hozir bitta teg ochib ko'rsatib beraman. H1 teglari bor. H1 deb yozadigan bo'lsak, buni yopsam, mana bunaqa yopiladi. Bu boshi. Buni oxiri ham bor. Mana oxiri. Har doim mana shuni ichiga yoziladi. Nimadir yozmoqchi bo'lsangiz, shuni ichiga yozsangiz bo'ladi. Yopishda esdan chiqarmang. Sublime'da o'zi yopib beradi. Ko'pincha. Masalan, mana bunaqa hash deb bir deb o'zi chiqarib beryapti, ko'rdingiz? Ustiga bir marta bossangiz, o'zi ochib, o'zi yopib beradi. Endi har ehtimolga qarshi aytayapman, orqada qolib ketmasin mana bu o'zi yo'q qoladimi yoki mana buni o'zi yopilmay qolsa, u siz kutgan natija chiqmaydi. Shuning uchun shularga ham ahamiyat bering. Xo'p, HTML kodlari bu mana shu HTML ichida yoziladigan barcha kodlarga kiradi. Mana bu HTML, tepadagi HTML va pastdagi HTML. Mana bu unchalik muhim emas, o'chirib tashlasangiz ham bo'ladi. To'g'risi buni nimaligini bilmayman ham. Shunchaki bitta takday bitta o'zi bo'lsa kerak. Xo'p, demak HTML teglari mana shu HTML bilan bu HTML ichida HTML teglari yoziladi. Bundan tashqarida emas, mana bu yerda emas. Mana shularning ichiga yoziladi. Saytni, skeleti to'liq mana shuning ichida bo'ladi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, mana bu head teglari bor. Bu teglarning ichiga biz CSSlarni ulashni, JavaScriptlarni ulashni yoki biron bir linkdan, biron bir saytdan biron nima tortib kelmoqchi bo'lsak, ya'ni ko'rinish tortib kelmoqchi bo'lsa yoki biron bir adapterni bor, masalan, veb-sayt kompyuterda kirsangiz boshqacha ko'rinadi, telefonda kirsangiz boshqacha ko'rinadi. Bu adapterni varianti, ya'ni qisqartirib katta qilib. O'shalarni yozishimiz uchun bizga mana bu head teglarni ichiga yozsak bo'ladi. Mana shuni ichiga yoziladi. Buning ichiga asosan linklar ko'p yoziladi. Ya'ni masalan, mana bu style sheet bo'ladi. Bu CSS uchun link. Bularga ham hali vaqt kelsa to'xtalasiz. Demak, mana bu esdan chiqarmay, CSSlar nimalarni mana shuni ichiga ulasangiz bo'ladi. Lekin body teglarni ichiga yozsangiz ham bo'ladi. Unda qo'lda yozib chiqasiz. Bosqichma-bosqich hammasi. Eng asosiy bizning kodimiz yozadigan qism mana bu body teglarning ichida yoziladi. Mana shuni ichida asosiy sayt ichidagi asosiy narsalar yoziladi. Masalan, bitta saytga kirib ko'radigan bo'lsak, Kunuzga kirib ko'ramiz. Kunuzga kiradigan bo'lsangiz, mana bu sizga ko'rinib turgan hamma qismi bu body qismida turibdi. Mana shu boshdan oxirigacha bo'lgan qismlar hammasi body tegida turibdi. Siz tepadagi head teglarni ko'ra olmaysiz. Chunki ular o'zi kodda yozilgan. Mana buni o'zi esa body tegida turibdi. Ya'ni biz bilishimiz kerak, body tegida asosiy kodlar yoziladi. Ya'ni saytda sizga ko'rinib turadigan qismi yoziladi. Yaxshi, demak buni ham ajratib oldik. Xo'p, bular uncha shart emas. Bu meta nimasi UFT 8 yoziladi debdi. Mayli, bularga ham vaqt kelib turib to'xtalasiz. Hozir ma'lumotlarni ko'paytirmaymiz. Demak, templates faylimiz ichida index fayl yaratib oldik va u bilan qisqacha tanishib o'tdik. Xo'p, endi buni backend tarafdan, ya'ni Django tarafdan ishlatishimiz uchun, ya'ni ishga tushira olishimiz uchun bizga ma'lum bir nima hozircha boshdagi ma'lum bir klasslar kerak bo'ladi. Varislik olishni bilsangiz kerak klasslar. To'g'rimi? Varislik olish qanaqa? Xo'p. Appimizni ichiga kiramiz. Buning ichida views fayli bor. Views fayli hozircha bo'sh. Bu yerga biz Django'ning o'zida tayyor klasslar bor. O'sha tayyor klasslardan foydalanib turib, mana shu templates faylimizni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Demak, ularni import qilamiz. Birinchi o'rinda Django'ning o'zida import qilamiz. Xo'p, from Django.viewsdan .genericdan olamiz. Import qilishimiz kerak templates view. Ya'ni bizga asosan mana shu templates view degan klass kerak bo'ladi. Bu Django'ning o'zida bor. Biz uni yozmaganmiz avval. Django'ni install qilib olganimizda o'zi kelib tushadi. Bizning loyihamiz ichiga. Xo'p, yozib bo'lgan bo'lsa, endi bitta klass yozamiz. Bu klassimizning nomini masalan index deb nomladikmi? Demak, index page deb nomlasak bo'ladi.
index page view deb yozadigan bo'lsak, yana ham tushunarliroq bo'ladi. Ya'ni bu index page nomi, view oxiridagi view esa views faylda yozayotganimiz uchun. Ya'ni ertaga topib olishingiz osonroq bo'ladi. Va bu voris oladi qayerdan? Templates viewdan. Ya'ni ko'p kod yozmasdan bizga kutgan natijani chiqarib olsak bo'ladi. Xo'p, templates viewda hozir bizga tanishimiz kerak bo'lgan bitta xususiyati bor, ya'ni o'zgaruvchisi. Bu o'zgaruvchisi nomi templates name. Ya'ni qaysi templatesni ishlatay deb so'raydi bu. O'zbekcha o'zimiz tilga olib qaraydigan bo'lsak. Bizda index.html bor, o'shani ishlat deymiz. Index.html nomi, index.html bor ekan, o'shani ishlat deyishimiz kerak. Xo'p, bot o'xshabdimi? Savollar bo'lsa bemalol. Xo'p, yozib oldikmi klassni? Yozib bo'lgan bo'lsak, mana shu klassimizni endi qayerdan ishlasin va aynan bitta ularga mana shu klassimizni ishlash uchun bitta yo'lak yasab berishimiz kerak, ya'ni path yasab berishimiz kerak. Uning uchun bizga URL fayl kerak bo'ladi. Xuddi mana bunga o'xshagan URL fayl kerak bo'ladi. Bu loyihaning URLsi, appimizning ichida esa URL yo'q. Uni o'zimiz yaratishimiz kerak. Demak, uni yaratish uchun my app ustiga kelib turib, o'ng tarafini bossangiz meshkani nav fayl chiqadi. O'shani nav fayl qilamiz va saqlaymiz. Nomini urls.py. O'shanda urlslarimiz ikkita bo'ladi. Bitta loyihaning ichida, bitta app ichida. urls.py. Xo'p, yaratib oldikmi? Demak, bizga yo'lak kerak bo'ladi, ya'ni inglizchasiga path kerak bo'ladi. Buni ham import qilamiz. Demak, from Django o'zidan .urls dan import qilamiz path. Ya'ni kichkina harfni path import qilamiz. Va hozirgina yozgan klassimizni ham bu yoqqa chaqirib olishimiz kerak. Chunki Djangoda har bitta yozadigan klass funksiyalaringiz bir-biriga bog'langan bo'ladi. Agar bir-biriga bog'lamasdan ishlataman desangiz, ko'p ish qilishingiz kerak. Undan ko'ra bo'lak-bo'lak bo'lsa ham, mayda-mayda ish qilsangiz, bir-biriga bog'lab chiqishingiz kerak bo'ladi. Demak, endi views faylimizni import qilamiz. From degandan keyin nuqta yozsangiz, nuqta degani aynan mana shu loyiha. Hozir biz mana sablam ochib turibdi-yu, mana ikkinchi papka ichidagi, ikkinchi loyihaning ichidagi. Aynan mana shu loyihani hammasi degan. Ya'ni yana ham tushuntiradigan bo'lsa, my app ichidagi hamma fayllar degan. Hamma fayllarning ichidan bizga views fayl kerak. Va undan import qilamiz. Xo'p, index page view edi adashmasam, agar siz ham shunaqa yozgan bo'lsangiz. Hozirdan nima nomlarni, klasslar nomlari yoki mana shunaqa uzun so'zlarni ko'chirib olmang. Qo'lda yozib chiqing. Xato bo'lsa ham mayli. Chunki shunaqa qilib turib o'rganasiz. Agar ko'chirib oladigan bo'lsangiz, shunga o'rganib qolasiz. Index page view'ni chaqirib olamiz va buni URL fayli o'zini bitta uzun o'zgaruvchisi bor, ya'ni URL patterns deydi. Buning ichiga turli xil fazlar yoziladi. Ko'rinishi mana shu holatda turadi. List ko'rinishida. Chunki buning ichida ko'proq fazlar bo'lishi mumkin. Fazlarni hozir tushuntirib beraman, aynan nimaga ishlatilishi kerakligini. Demak, buning ichida path metodini chaqiramiz va bo'sh stringni qo'yamiz. Va tepada index page view'imizni chaqiramiz. Buni asView degan metodi bor. Uni chaqirib qo'yamiz. Bo'ldi. Oxirgi virgul qo'yib qo'ysa, yana ham chiroyli turadi. Xo'p, hamma yozib bo'ldimi? Demak, ko'ryapsizki, nima qildik? Templates fayl yaratdik, uni ichiga bitta dona HTML ishlash uchun shuncha harakat qilyapmiz hozir. Views ichiga kirib bitta klass yozib oldik, unga bog'liq tarzda yo'lak ko'rsatish uchun unga bitta yo'lak yasab oldik, pathda. Yo'lakimizning nomi hozircha bo'sh stringda o'zi turibdi. Xo'p, mana shu bosqichgacha keldik. Agar hozir loyihamiz ishlab turibdi adashmasam, yo'q, to'xtagan ekan. Bitta ishlatib ko'rsatib beray. Ishlab turibdi. Serverga kirib turib, o'zimizning saytimizni ishlatib ko'radigan bo'lsa, hech narsa o'zgarmagan. Ya'ni hech narsa o'zgarmagan, shunchaki ishlab turibdi.
Sababi biz bu yerda eng asosiy qiladigan ishimizni unutdik, ya'ni esdan chiqardik desak ham bo'ladi yoki endi yozishimiz kerak. Ya'ni siz appni mana shunaqa o'zingiz appingizda viewslarni, URLslarni yozib bo'lganingizdan keyin ham natija chiqmasa, bilingki, mana bu loyihani URLsini ichida siz appingizni ko'rsatib qo'ymagansiz. Buni ko'rsatish uchun mana bu pazdan keyin virgul include'ni import qilib olishingiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum. Kiravering bemalol. Mana tepadagi nimalarni izohlarni o'qisangiz, bunda ham yozib qo'yibdi o'zi. Include'ni import qilib olishimiz kerak bo'ladi. Bu nima uchun kerak? O'zimizning appimizni ulashimiz uchun kerak bo'ladi. Demak, buni ham bo'sh string qoldiramiz hozircha va include'ni o'zini yozamiz. Xo'p, buni ichiga o'zimizning appimizni yozamiz, nuqta URLs qo'yishingiz kerak oxiriga. Bo'ldi. Mana endi xudo xolasa bizning veb-saytimiz ishga tushadi. Biza boshlab qo'ydikda, siz kelaman deganingizcha. O'tgan safar birinchi loyihani yozib ko'rganmidingiz? Yozmagansiz hali? Ha, tugatmaganmiz hali. Biz o'zi hozir ikkinchi loyihani tugatyapmiz. Hozir mana shu bilan uje tugaydi. Ya'ni bitta bosqichga chiqib olamiz ikkinchi loyihani o'ziga. Ha, video olinyapti. Xo'p, yozib bo'ldiga, brauzerga o'tib bitta yangilab ko'ramiz, bizga oq oyna qaytarib berish kerak. Yoki xatolik deganda mana o'sha xatolik chiqarib beradi. Ya'ni bu yerda index templates topa olmayapti. Sababi index templatesimizni topa olmasligining sababi mana bu templates papkamizni sozlamalar bo'limiga qo'shib qo'ymaganimizning eng katta sababi. Mana bu yerda mana templates o'zgaruvchisi bor. Bu ichida turli xil sozlamalari bor. Buni sozlamalar ichida aynan templates papkamizni papkasi turgan joyiga ko'rsatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Sozlamalar bo'lmaydi. Bu odatda bo'sh bo'ladi. Ochganingizda buni o'zimiz qo'lda yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, eng birinchi o'rinda tepada mana bu fromdan keyin osni import qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Import os. Ya'ni bu kompyuterimizda, mana shu kompyuterimiz ichidagi papkalar bilan ishlash uchun kerak bo'ladi. Osni nimadir deydi uzaytirib. Nimadir esimga kelmayapti. Xullas bu papkalarimiz bilan ishlash uchun kerak bo'ladi. Buni import qilib olganimizdan keyin mana bu yerga tushamiz listlarning ichiga. Va templatesimizni sozlamasini yozib qo'yamiz. Demak, buning uchun bizga os kerak bo'ladi. Nuqta yo'lakini ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Nuqta join va qovuslar ochib, buning ichiga base.dir, ana undan keyin esa templates papkangizni nomini yozasiz. E'tibor bering, template ten o'zi bo'lib qolmasin. Chunki papkamizning nomi template oxirida s ham bor. Mana bunaqa yozib beradigan bo'lsangiz, mana t ni qo'ysangiz o'zi chiqarib beradi. Faqat s yo'q. Shuni yozib ko'pchilik o'quvchilar shuni yozib ketib qoladi. Keyin yana xatolik beradi baribir. Shuning uchun oxiriga s-ni ham yozing. O'shanda templates bo'ladi va mana bu bir qatorgina kod. Mana shu templates papkamizni sozlamasi. Yozib bo'ldik-a? Xo'p, saytimizni ishlatib ko'ramiz. Mana oppoq oyna chiqarib beradi. Sababi hozir HTML'imizni body qismiga hech narsa yozganimiz yo'q. Shuning uchun bizga oq oyna chiqarib beradi. Xatolik chiqardi. Xatolik chiqaryapti. Tushunmadim? Loyihani ishga tushirganmisiz? Menimcha loyiha ishga tushmagan. Xato yozibsiz-da. Mana o'zi ko'rsatadi. Xato to'xtang. Xatolikni o'qib ko'ring. Name error deyapti. Base.dir yozgan ekansiz. Bu esa mana bunaqa emasmi deb so'roq bilan ko'rsatyapti. Mana to'g'risini ko'rsatib qo'ydi. Balki mana bunaqadir deb turib Django'ni o'zi sizga tavsiya beryapti. Chunki u biladi qanaqa yozish kerakligini. O'shanda oq oyna chiqish kerak. Ishga tushirish uchun Python ManagePy run server. Yana xatolik berdi. O'sha payt sariq tepasiga nima deb yozilgan katta harflar bilan? templates. Demak templatesni yana o'rnatishni muammo. Yaxshi. Xo'p, sozlamalar bo'limiga o'tamiz.
hammasi bitta joydan buni yopasiz, tepadagi magnitni yopasiz и yorug'ni yopasiz. Loyiha mana nomiga qarang и paketning nomiga qarang. Farqini ko'rasiz. Ko'rdingiz, bitta harf tushib qolgan bo'lsa ham topa olmaydi. Chunki Django shunga moslashtirilgan, ya'ni shunaqa tartib bilan yozib chiqilgan. Aynan o'sha papka bo'lmasa, uni topa olmayman deb turaveradi. Ko'rmayapman deb turaveradi. Papkani o'zgartirish uchun rename qilasiz. Agar bilmasangiz, papkani ustiga kelib turib, mana rename yozsangiz o'zgartirib beradi. Natija bormi? Oqoyna bo'ldi. Demak, bu yerga endi HTML fayllar bilan ishlaymiz. Ya'ni biz backendchi bo'lsak ham, frontendda ham ishlasak bo'ladi. Demak, body taglarni ichiga yozsak bo'ladi. Boya aytib o'tganimdek, saytda asosiy yoziladigan kodlari bu body taglarni ichiga yoziladi. Xo'p, bu yerga H1 da, ya'ni H1 da biror nima yozib ko'ramiz. Masalan, salom degan so'z. Yoki salom Django deb yozsak, yana ham chiroyliroq bo'ladi. Salom Django yozib, albatta saqlashingiz kerak. Bu ham o'zi saqlamaydi, HTML fayl bo'lgani bilan. Va brauzerga o'tib bitta yangilab ko'rsangiz, salom Django so'zi chiqib turadi. Endi xuddi shu narsani saqlash kerak. Indeksni o'zi yana boshqatdan saqlash kerak. Uni o'chirib tashlayvering. X bosib oling, netni bosib oling. .net deb so'rayaptimi? Yo'q, saqlang bu. X ni bosing, o'sha tepadagi X ni bosangiz, sizdan .net deb so'raydi. Chunki papka nomini o'zgartirasiz. Mana buni X ni bosing. O'zgartirmoqchi emassiz buni, net qo'ying. Bo'ldi, o'chib ketdi. Template stavkasini oching. Indeksiga o'rnatib mana chunki nomini o'zgartirganingizda ichidagi fayl o'z-o'zidan nima qilaylik buni deydi, so'raydi sizdan. Saqlab qo'ysam, o'zi saqlangan bo'ladi, lekin yana bir marta so'raydi. Chunki ichida 10,000 qator kodingiz yozilgan bo'lishi ham mumkin-da. Shuning uchun so'ragani yaxshi. Xo'p, H1 da yozib ko'rdik, javob chiqdimi? Sizda. Endi xuddi shu narsani H6 gacha yozib ko'raylik. H1 larni H2 qilib chiqamiz. Farqini ko'rish uchun. H2 bularni esa H3. Aksincha. Va 5 gacha qilib turib, bitta ishlatib ko'radigan bo'lsangiz, kattadan to kichikligigacha qarab turib ketadi. Bu yerda muammo bormi? So'ravering bemalol, agar qayergaligini tushunmasangiz. Ustozingizni ustozini agar tanimasangiz. Natijalar bormi? Demak, hozir bizlar saytimizda bitta qo'pol qilayotganda boya skeletini tuzib oldik. Endi bunga biror nima rang berishimiz kerak. Sal frontendchilar yaxshi ko'radigan qismga keldik. Ya'ni rang berish uchun ikki xil yo'li bor. Ya'ni bittasi CSS larni o'zida rang bersak bo'ladi. CSS ni siz boshqa papkada turib, mana shu faylingizga chaqirib ishlatsangiz bo'ladi. Uni mana bu head taglarning ichiga yoziladi, mana bu yerga link asosida. Osonroq yo'li bor. Shunchaki mana bu H1 ichiga yozib ketsangiz ham bo'ladi. Ya'ni buning ichida style tagi bor. Mana style chiqadi, o'zi bitta enter bossangiz o'zi yozib beradi. HTML da shunisi yaxshiki, ko'p narsalarni o'zi yozib beradi. Siz boshqa harfni qo'ysangiz bo'ladi. Style chiqarib berdi. Endi bu mana shu salom Django so'zimizga rang bermoqchimiz. Uning uchun color yozib bermasa o'zingiz yozing. Color va 2 nuqta, soatda 2 nuqtasini qo'ysangiz chiqarib beradi va qizilga bo'yaymiz. Mana shu front-end tushunsiz bo'lmaydi, mana bunaqa nuqtalargacha qo'yib chiqish kerak. Ko'rinyaptimi? Color deb yozdik, soatda 2 nuqtasi, qizilga bo'yadik. Ingliz tilida hamma ranglar ingliz tilida nomlanadi, HTML da, agar bilmasangiz. O'sha qizil, sariq, yellow, yana qanaqa ranglar. Va oxirgi nuqtali virgul qo'ysangiz, bu mana shu style tagi yopilganini bildiradi. Bundan keyin ham yana nimalardir yozib ketsangiz bo'ladi, bemalol. Demak, saqlaysiz va qaytadan ishlatib ko'ramiz. Rangi qizilga kirishi kerak. Xo'p, inglizchada kim ranglarni biladi? Qolganlarga o'zingiz qo'yib chiqingchi. Istagan rangingizni qo'ying, farqi yo'q.
suv ichida bo'ladi, bemalol olavering. Agar savol tug'ilib qolsa, yozish mobaynida so'rasangiz bo'ladi, bemalol harakat qilib beraman javob berishga. HTML CSS'larni baribir bilib qo'yishingiz kerak. Dasturchi sifatida hamma bilish kerak uni. U front-endchimi, back-endchimi farqi yo'q. Даже mobilni приложение qiladigan dasturchilar ham bilish kerak. Chunki saytda asosi. Albatta, saqlanib qilasiz va brauzerga o'tib turib bitta обновление bersangiz, ranglari o'zgaradi. Albatta, nimalar berishingiz kerak? Adashmasam, styledan keyin text elegant centermi deymanda. Ha, center. To'g'ri yozdim. Xato yozibman. Adashmasam shunda mana o'rtaga kelib. Bu yog'ini agar qiziqsangiz, katta ustozimizning video darslari bor, HTML da 1 soatda o'rgataman degan. O'shani videosini linkini beraman. Kirib ko'rsangiz, haqiqatan 1 soatda o'rgatgan, lekin yaxshi narsalarni o'rgatganda, ayni kerakli joylarni o'rgatgan. Yo'q, boshdan oxirigacha o'rgatgan. Kerakli ayni asosiy joylarni o'rgatgan. O'shalarni bilsangiz, qolganlarini bilish muammo bo'lmaydi. HTML o'rganish juda ham oson. Shuning uchun ham 1 soatda degan. Hozir Pythonda ham 1 soatda o'rgatib olishyapti. Pythonda faqat P harfini o'rgatishyapti-da, qolganini o'rgatmayapti 1 soatda. Xo'p, demak style'lar berib oldik. Ana endi pazda nimaligiga to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni paz mana bu yo'lak bo'ladi. Mana bu o'zingizda qanaqadir saytingiz, masalan, kun.uz degan sayt bo'ladigan bo'lsa, o'sha kun.uz degan saytingiz va bundan keyin keladiganlari yo'laklari bo'ladi, pazlar. Masalan, kun.uz sayti bor. O'zbekistonga kiradigan bo'lsa, orqasidagi yo'lakni ko'ryapsizmi? Uzun uzayib ketdi. Ya'ni bu yerga nima deb yozilgan qisqacha? Yangiliklar, kategoriya aynan O'zbekistonga tegishli bo'lganlar. Haqiqatan xabarlarni ko'rsangiz, haqiqatan O'zbekistonga tegishli bo'lgan xabarlar. Tepaga chiqib turib, masalan, jamiyatni bo'lsa degan bo'lsa, ya'ni kategoriya jamiyatga bo'lib degani, hammasi jamiyatga tegishli bo'lgan xabar. Bular ma'lumotlar bazasidan shunaqa oladi ma'lumotlarni va maxsus o'zini mana bunaqa paz yo'laklariga joylashtirib chiqiladi. O'sha yo'lakda siz yozgan klass yoki funksiya bo'ladi. Mana biz hozir URLsga joylashtirdik mana buni. Buni o'zi bizga bu yoqda klass yozib oldi. Ko'rasiz, hammasi bir-biriga bog'liq. Backend desa, mana bu klass yozgan klassingiz, mana bu yerda models degan fayl bor, o'shanda sizning bazingiz bo'ladi. Birma-bir bir-biriga ulanib turib, olib chiqarib, oxirida foydalanuvchiga ko'rsatadigan darajaga keladi. Veb-sayt qilish oson, birinchidan, ikkinchidan qiyin. Chunki birinchi tushunib olgandan keyin taqa-taqa yozib tashlaydigan bo'lasiz, xudo xolisa. Endi mana shu URL'imizni kengaytiramiz. Hozir bo'sh string qo'yib qo'yganimiz uchun bizda 8000 da o'zidan keyin hech narsa yo'q. Keling, o'shanga bitta page qo'shamiz. Bu page'imizning nomi about bo'ladi. Hozir about deb yozsam, mana bunaqa page yo'q deyapti. Ya'ni 404 xatolik qaytaryapti. Ya'ni bunaqa page topilmadi. Yana bitta page turibdi, mana admin degan. Buni siz qayerda ko'rishingiz mumkin? Settings pastidagi URLsda mana admin degan bitta URL turibdi, past. Bu admin panel uchun kerak bo'ladi. Bu ishlaydi hozir. Mana admin deb yozib qo'ying. Siz ham yozib qo'ysangiz ishlaydi. Bu o'zini admin paneliga kirish uchun templatesga yo'naltiradi. Ya'ni o'zini admin paneliga kirish uchun bitta HTML ga yo'naltirib qo'yadi. Bu yerga siz parol bilan login qilishingiz kerak bo'ladi. Lekin biz hali parol login hech qayerda yaratganimiz yo'q. Uni yaratishimiz uchun bizga baza kerak bo'ladi. Hali unga ham kelasiz sekin-sekin. Bazada yozib bo'lganingizdan keyin u yerda o'zi maxsus parol login yozasiz va bu yerga yozib kirsangiz bo'ladi. Hozircha bizga kerak emas. Mana o'zi bitta yo'lak yasab berdi admin o'zi.
Xo'p, endi ikkinchi HTML ni saqlanib qilamiz. Uning uchun templates fayl ichiga yana bitta HTML hosil qiling. Buni nomini about deb nomlasak ham bo'ladi. About HTML. Templates ustiga kelasiz. Templates ustiga kelasiz, meshkani o'ng tarafini bossangiz, new fayl chiqadi va saqlaysiz about.html. Xo'p, ichiga nima deb yozishni o'zingiz bilasiz. HTML deb yozishingiz kerak bo'ladi birinchi o'rinda va men bu yerga about page deb yozib qo'ydik, katta qilib turib. H1da. Ya'ni bu haqiqatdan about page ligini ko'rsatib qo'yishimiz uchun kerak bo'ladi. Bu turibdi hali, nima index page. Uni o'zgartirganimiz yo'q. Bu yangi. Bot qanaqa bo'lyapti? Ishlatib ko'rsak bo'ladimi? Qanaqa o'zgartirsa? Unda razmer bermaysiz. Unda listlar bilan sartaroqqa qilib chiqasiz. Qisilib qolaveradi bir chetga. Bitta liniya tashlasa. Ikkita bo'ldi, pastda 3 ta bo'ldi. Sababi siz hali 6 ta bo'lmagan endi, 5 ta, to'g'rimi? Pastga tepaga yana bitta qo'shsangiz 3 ta bo'ladi. Tepada 2 ta qoldi. Aha. Ya bemalol so'rasangiz bo'ladi. Xo'p, HTML ni yozib bo'ldik. Ana endi buni ishlash uchun bizga nima kerak bo'ladi? Boya nima qanaqa ketma-ketlikda qildik? Yo'nalish ko'rsatishimiz kerak, lekin undan oldin biz nima ish qildik? Ya'ni unga bitta klass yozib oldik. Bu klassimiz templates view. Templates view asosan HTML fayllarni ishlash uchun kerak bo'ladi. Siz hali bundan list view, detail view, update view, delete viewlarni o'tasiz. Ular bazadan ma'lumot olib kelish, chiqarish uchun ishlatiladi. Ammo templates esa faqat HTML fayllarni ishlash uchun kerak bo'ladi. Ajratib oling, farqiga borib oling hozirda. Demak, templates view bu templates papkasiga yaqinroq so'z bo'lgani uchun, demak bu faqat front-end ishlash uchun kerak bo'ladi. List view, detail viewlar bazadan ma'lumot olib chiqish uchun kerak bo'ladi. Xo'p, demak, xuddi shunaqa klass bo'ladi. Bizda ko'chirib olmaymiz, yozib chiqamiz. Klass bu about bo'ldi. Demak, nomini ham xuddi shu tarzda nomlang. About page view bo'ladi. Oxirdagi view ni nima sabab qo'shib, ya'ni bunaqa uzun qilib yozamiz desangiz, mana bu about-ligini bildiradi. Bu esa page-ligini bildiradi. Bu esa aynan views faylda joylashganini bildiradi. Bunaqa nom bilan atamasangiz ham bo'ladi. Shunchaki biron nima yozib ketsangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. Lekin mana shunaqa tartib bilan yozadigan bo'lsangiz, ertaga qayerdadir loyiha boshlaysiz yoki davom ettirasiz, sizdan keyin keladigan dasturchi kodingizni tushuna bila olishi kerak. Agar faqat o'zim tushunadigan qilib yozaman desangiz, sizdan keyin dasturchi rosa keyin orqangizdan gapirib yuboradi. So'kam berishi mumkin. Qanaqa yozgansan, kim bunaqa yozishni o'rgatgan senga deb. Shuning uchun hozirdan tartibli yozishni o'rganing. Xo'p, modelsda nomini nuqta biror nima nom bilan atab models deb yozsangiz bo'ladi. Masalan, viewsda nimadir nom bilan atab views deb yozsangiz bo'ladi. Keyinchalik serializer fayllar bo'ladi. Unda ham serializer deb orqasiga qo'shib ketishingiz kerak. Har bitta faylni ichiga yozadigan klasslaringizni nomlaymiz. Demak, bu ham templates viewdan olamiz. Vorislikka. Xo'p, templates ham degan o'zini o'zgaruvchisi bor, xususiyati. Xo'p, endi qaysi HTML ishlatamiz? About ishlatamiz. About HTML.
Bo'ldi, buni ham yozib bo'ldik. Endi mana shu hozir yozgan klassimizni uchun ishlashi uchun bunga URL yasashimiz kerak bo'ladi. URL yasashimiz uchun bu yerga tepada import qilib olishimiz kerak. Importda yulduzchani o'rgatgan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Hammasini ko'chirib olish. Lekin agar ertaga loyihangiz kattaraydigandan keyin yulduzcha sizga yordam bermay qo'yadi. Chunki o'ylamaysiz-da, qaysi birini yuklab oldimmi, qaysi birini ishlatdim. Uni nomi nima edi? Mana bu yerda yozishga nima qilasiz? Yana boshqa faylga o'tib qarab kelishingiz kerak. Buning uchun hechgina o'sha tepaga loyihangiz kattargandan keyin albatta yozib qo'ying nomini. Hop, about page view. Import qilib olamiz va yana bitta yo'lak yasaymiz. Bu ham xuddi pazda o'zidek bo'ladi. Faqat bo'sh string bo'lmaydi buning ichida. Buning ichida endi about bo'ladi. Agar bo'sh string qiladigan bo'lsangiz, bu ishlamaydi. Chunki ikkita page, ya'ni ikkita sahifa bitta URL da joylashtirish iloji yo'q-da. Uning uchun about deb yozsangiz yoki nimadir deb yozsangiz, o'sha URL da ishlaydi. Demak, bu yerga virgul qo'yib turib, about page ni chaqirib olamiz. Buni ishlash uchun, klassni ishlash uchun asview metodi bor. O'sha metod yordamida klassimiz ishga tushadi. Bo'ldi. Shuni o'zi. Endi mana bu sozlamalarni yana qaytadan yozib o'tirishimiz shart emas. Bu bir marta yoziladi xolos. Mana use class yozdik va URL yozdik. Xo'p, hamma yozib bo'ldimi? Yozib bo'lgan bo'lsangiz, demak brauzerga o'ting. Asview oddiy tepada qanaqa yozilsa, o'shanaqa yoziladi. Xo'p, brauzerga kiramiz. O'zimizning saytimizga orqasida yozuvlar kerak emas. 8000 da o'ziga murojaat qilsak, bizada boyaga HTMLimiz ishlab turibdi. Lekin about ga qanaqadir o'tamiz siz, mana bu yerda qo'l bilan yozishingiz kerak. Hozircha about deb enter bossangiz, mana about page ga o'tdi. Ya'ni xuddi mana bu yerda bironta bular knopkaga qo'yib qo'yibdi hozir. Masalan, hozir o'zgartirib ko'rsatib beraman, qarang. O'zbekchaga o'tkazib ko'ramiz. Xo'p, o'zgaradimikan? Shu vaqt ishlamay qolsa deng. Mana bularni o'chiramiz. Glavniga qaytamiz. Qarang, men bu o'zni shunday olaman yoki o'chirib tashlayman. Hozir saytimiz o'zbek tilida turibdi, to'g'rimi? Agar siz buni qo'lda o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, mana bunaqa ru yozadigan bo'lsangiz, bu o'z-o'zidan ruschaga aylanadi. Chunki men URLni bilaman uni, ya'ni tepadagi pazini bilaman. Yo'lakini bilganim uchun shunaqa deb bosmasdan turib, shu yerdan turib ishlatib olsangiz ham bo'ladi. Ko'rdingiz, mana ruschaga turibdi. Men bu runi ikki marta belgilayman degani, o'z yozib enter bitta bossam, bu o'zga aylantirib beradi. Men bu knopkani bosishim shart emas. Mana shu yo'lakni bilsangiz, xuddi mana shu tarzda kirsangiz bo'ladi. Hozir bizning mana bunaqa knopkalarimiz yo'q. Mana bu yerda about page ga o'tkazib beradigan. Shuning uchun qo'lda yozib chiqamiz. Xuddi o'zingiz yozganda mana bu about yozsangiz, bu ishlaydi. About o'chirib tashlasangiz, 8000 ga o'zi qolsa, bu mana bu sahifa chiqib turibdi degan. About deb yozsa, boyagi about page'imizni chiqarib berish kerak. Mana ichiga about page deb katta qilib yozib qo'ygandik. Agar siz ham yozgan bo'lsangiz, mana mana. Ishladimi? Ishladi. Xatolik berdimi? Yoki umuman oq o'ynani o'zimi? Sariq. Ha, sariq bilan. Demak, sariq bilan beradigan bo'lsa, o'zi tepaga xatoligini yozib qo'ygan bo'ladi. Demak, topolmayapti. Ha, about yetib qoldi. Yuraverdi. Mana shu. Mana. Nima bo'ldi? Markup text degani keyin inline nokta tekstinlar nima deb yozdik. Hozir buni ishlash kerak. Xo'p, o'tirmayman. Xato chiqsa so'rang, mana sizda xato chiqib ketdi. Topolmaysizmi xatolikni? Bu aytyaptiki, Google Trans import qilinmagan. Siz Pip install Google Trans 3 versiyasini install qilganmisiz? Pip install Google Trans qilyapsiz. Google Transni o'zini import qilyapsizmi yo nimasini? Uchinchi versiyasini import qilsangiz yaxshiroq ishlaydi. Gruppa tashlaganmi? Uchinchi versiyasi deb turib? Yo'q, sizda bormi yozilgan? Manga yozilgan bor, o'zini tashlayvering.
bitta narsa, mana bu tepadagi aboutni siz xohlagan nom bilan atasangiz bo'ladi. Bu faqat about bo'ladi degan narsa miyada qolib ketmasin. Men buni umuman nimadir deb nomlasangiz ham bo'laveradi. Bu nima bo'lib ketdi? Boshqa narsa nomlaylik. Masalan, home deb qo'ydik. Ana endi kirib turib about ishlatib ko'radigan bo'lsam, menda bu sahifa yo'q deydi. Mana o'zi ko'rsatadi. Menda admin va home degan sahifalar bor. Demak, home ishlatib ko'ramiz. Mana home ishlab turibdi. Ixtiyoriy, mana bu string ichidan nima yozsangiz farqi yo'q, lekin slash qo'yishingiz kerak. Ikkita mana bunaqa bo'sh bo'lib qolmasligi kerak. Ikkita bo'sh bo'lib qolsa ishlamaydi, bittasi ishlaydi faqat. Ha. Nimasi? Ya'ni bitta sahifaga siz ikkita HTML tiqmoqchi bo'lyapsiz-da, unda ishlamaydi. Baribir bittasi ishlaydi. Qaysi biri bo'lsa ham, qaysi biri oldin kelsa o'sha ishlayveradi. Xo'p, demak yozib oldik. Endi sizdan talab qilinadigan narsa nima qilasiz? Yana bitta HTML fayl yaratasiz. Unga nimadir page deb yozasiz va unga bitta views, unga bitta URL yozib turib ishlatishingiz kerak bo'ladi. Demak, boshladik. Bor ekanmi versiyasi? Mana qizil yozib ketdi. Mana siz oldin olayotganingiz uchun bu muammo edi. Uni birinchi o'chirish kerak. Tushunmasangiz so'raysiz bo'ladi bemalol. Siz keyboard nima kerak? Inline siz keyboard nima kerak? Inline siz keyboard nima kerak? Teyga chiqarmoqchimisiz? Mana bu uçmaz, nechidir qilasiz, o'zgartirib ko'rasiz. 1 mi, 2 mi? O'sha sizga mana ustundan chiqarib beradi. Teyga chiqarish uchun edini deydi. Add yozib ko'ringchi. Insert to'ning add, ya'ni qo'shish. Bu hozir nimani siz tashlab berganmi? Ikkinchi loyihani qanaqa qilish kerak deb. Faqat birinchi loyihani hal qilsin. Birinchi loyiha. Modul memory, Google Trans. Hozir beradi. Okey, agar shuncha xato bo'ladigan bo'lsa, nima deymiz?
adashib taksi shuning uchun ishlatmaydi. Ana endi ishga tushyapti, lekin hech qanday javob qaytarib bermayapti bizga. Biron bir javob qaytarish kerakmi? O'tinlar bormi? O'xshadimi? Bittasini qilgan bo'lsangiz qolgan ham xuddi shu tarzda bo'laveradi. Ko'chib olganingiz yaxshi edi. Hozir yoshda xato bilan kelib qolish mumkin. Xo'p, endi bizlar ham bitta knopka qilaylik bunga. Faqat mana bu tepasiga URLlarni yozib o'tirmasdan. Ya'ni mana bu sal bo'lsa ham saytga o'xshashlik uchun mana bunaqa knopkalar qilishimiz kerak. Bossak o'sha nimaga o'tish uchun, boshqa sahifalarga o'tish uchun. Hozir biz boshqa sahifaga o'tish uchun mana buni bittalab o'zgartirishimizga to'g'ri kelyapti. To'g'rimi? O'shani qilmasdan bitta knopka qilamiz. Xo'p, keyingi pejga o'tish uchun demak bizga knopkalar kerak bo'ladi. Knopkani qanaqa turib yasashimiz mumkin? Masalan, index.html ga kelamiz. Agar siz URL yasamoqchi bo'lsangiz, ya'ni href deydi, nimada HTML da bossangiz boshqa yerga o'tadigan yasamoqchi bo'lsangiz, bizda yozuv bor, yozuvni o'zidan qilamiz. Odatda u knopka bo'lardi. Biz shunchaki yozuvni o'zidan qilib o'ramiz. Buni AT ga o'rashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana AT ga o'zi ochib, yopib beradi shu yerda o'zida. Lekin bunaqa qilsangiz bu hech narsa o'zgarmaydi. Buning uchun mana bu yopilgan AT ni shunda olib, bu yoqqa o'tkazib qo'yishingiz kerak. Bo'ldi mana. Hozir hech qanaqa href yozganimiz yo'q, lekin rangi o'zgardi. Mana hozir index.html ga kirib ko'rsak, mana tagga chizib qo'yib. Meshkani aytsangiz, mana bunaqa qo'lcha chiqadi, ko'ryapsiz? Bularda yo'q. 1995. Silka qo'yib beryapti. Ya'ni mana meshkani aytsangiz qo'lcha chiqadi. Xuddi mana boshqa nimalarga o'xshagan. Bersangiz, meshkani aytsangiz qo'lcha chiqadi. Bu ham xuddi shunaqa bo'lyapti. Meshkani aytsangiz, o'sha qo'lcha chiqib, ya'ni mana eng chetga qarasangiz chap tarafga URL ko'rsatyapti. Hozir 8000 da o'zi turibdi. Mana eng pastga qarang, chap tarafga post ustiga meshkani aytganingizdan keyin mana aytsam yo'qoladi, olib ketsam mana borsam chiqadi. Bularda esa xuddi shunaqa. Aytsam mana pastga chiqyapti. Kategoriya news jahon degan avval. Xuddi bizaniki ham o'shanga o'xshayapti. Mana. Lekin hali URL yozilgani yo'q. Mana shuni bossak, about page ga o'tib ketish kerak. Demak, birinchi o'rinda nima qilamiz? Bu juda kichkina bo'lib qolibdi. Buni ikkilarga o'zgartirib qo'ydik. Sal kattartirib olamiz, chunki hozir juda ham kichkina. Mana sal katta bo'ldi. O'zi rang berib qo'yadi hrefda. Xo'p. Endi bunga URL yasashimiz uchun biz mana bu URLsda URLlarni yasab chiqdik, to'g'rimi? Ana endi Djangoda boshqa bir pagedan boshqa pagega o'tish uchun bizga bitta kalit so'z kerak bo'ladi. O'sha kalit so'zga asosan o'tib ketadi Djangoda. Frontendda esa shunchaki /html nomini qo'yib qo'ysangiz, o'zi bitta bossangiz o'tib ketaveradi. Backendda unaqa emas. Backendda mana bu asview qavslaridan keyin virgul qo'yasiz, name degan nimasi bor, xususiyati bor. Mana sariq bo'ladi rangi. Va buni ichiga yozib qo'yishimiz kerak. Masalan, index deb yozsak ham bo'ladi.
Bunisinikiga esa xom deb yozib qo'ysak bo'ladi. Bu kalit so'zi deb tushunsangiz bo'ladi. Buni istalgan nom bilan atashingiz mumkin. Agar bu yoqda qanaqa nom bilan atasangiz, u yoqda ham xuddi o'shanaqa nom bilan atashingiz kerak bo'ladi. Hozir u yoqdagini qanaqa qilib yozish kerakligini ko'rsatib beraman. Demak, yozib oldikmi? Bizda hozir ikkita bo'lgani uchun ikkita yozib qo'ydim. Agar sizda ko'p bo'ladigan bo'lsa, hozircha ikkitasini ishlatib ko'ravering, keyin o'ziga topshiriq beraman. Nima deysiz? Ha, bu ID. Mana shu URL ga o't degan biz buyruq beramiz, mana shuni qidirib ketadi. Buni topgandan keyin biladiki, men bu URL ga murojaat qilish kerak. Xo'p, yozib oldikmi? Demak, nima qilamiz? Birinchi o'rinda about ga o'tib olishimiz kerak biz, chunki hozir indeksda o'zida turibmiz. About ga o'tish uchun Django da har doim HTML da o'zini taglari bo'ladi. Ya'ni tag desa qanaqa? Mana bu HTML taglarini ochib yopiladigan nimalar? Belgilar. Django da esa HTML da agar Django kodini yozmoqchi bo'lsangiz, bu yerda jingle qovuslar ishlatiladi. Ya'ni gulli qovus degan bo'ladi. Va buni ichiga ikkitali foiz belgisini bersangiz, mana bu Django'ning o'zini tagi bo'ladi. Xuddi mana bunga o'xshagan. Ochilib, yopilyapti. Ochdingizmi, yopishingiz ham kerak. Va buni ichida URL bo'ladi. Va oddiy string bilan biz qayerga o'tishimiz kerak? Home'ga o'tishimiz kerak. Bo'ldi. Yopishib qolmasin iloji boricha mana bu URLlar, mana bu foiz belgisiga yoki mana bularning orasi ochilib qolmasin. Bu mana katta xato emas, lekin xato bunaqa yozib qo'ysangiz. Chunki ba'zi vaqtlarda HTML sal bosh aynagan vaqtlari buni sizga xato bor deb turaveradi, ishlatmaydi, ishlatishga ruxsat bermay qo'yadi. Shuning uchun mana shunaqa ko'rinishda yozsangiz, bo'sh joylar bilan yozadigan bo'lsangiz, buni o'qiydi. Brauzerga o'tib bitta yangilab ko'ramiz. Xo'p, ana endi meshkani aytsam, pastga qarang, /home degan yozuv chiqadi. Bir marta bossam, bu home'ga o'tib ketadi. Aboutga o'tib ketdi yani. Orqaga qaytarsam, mana qaytadi. Bitta bossam o'tadi, orqaga qaytaraman, yana qaytadi. Xato berdi. Taglarni yopmagandirsiz balki. Agar siz mana bu home'ni aboutga o'zgartirsangiz, aboutga o'zgartirdim va kelamandagini ishlatib ko'raman. Mana o'zim endi, ya'ni qaytarib, URLni qaytarib yuborishda nomi o'zgargan o'zi. Ya'ni aboutga o'zgargan bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zgartiribsiz, lekin bunaqa about topolmayapti. Bu aboutda endi mana bu URLsda ham o'sha bilan bir xil qilib yozishingiz kerak bo'ladi. Mana bu home. About deb yozsangizgina bu ishlaydi. Ko'ryapsizmi? Buni nima deb yozish o'zingizga havola, ichkariga. Faqat mana shu yerda yozgan narsangizni bu yoqda ham xuddi shunaqa qilib yozishingiz kerak. Agar bu yoqda boshqa, u yoqda boshqa yozsangiz xatolik berib qoladi. Shunga ham ahamiyat bering. Mana ishladi, bitta bossak aboutga o'tadi, qaytaramiz orqaga, bunga o'tadi. Ishladimi? Endi siz nima qilasiz? Mana buni o'tadi. Agar sizda hozir keyingi pejlar ham bormi? Nechta pej bor hozir? 4 ta bir-biriga zanjir qilib bog'lashingiz kerak. Bu pejdan unisiga, unisidan unisiga va oxirida turibdi, mana bu. Oxirida mana bu pej turibdi deylik. Bitta bossangiz, mana bu bitta knopka qilasiz. Mana bu sahifaga qaytib qolish kerak. Bosh sahifa desak bo'ladi. Gilam sahifaga qaytib qolish kerak. Demak, boshlaylik. Hop, ishlamadi bizda hozir. Kodni ko'chirganimiz turibdi-da, o'shaning uchun ishlamayapti. Bu narsa xato edi. Ikkinchi nimada? Xatolikni qo'shib olganimiz uchun deb o'ylayman, menimcha. Shuning uchun keyin fayl ochamiz, nomini saqlaymiz. Test bitta faylni yoki bot nuqta va diagramni boshlang'ich kodlarni ko'chirib olishimiz kerak. Buning uchun bizga sayt funksiyasi kerak bo'ladi. Ko'chirishni va bunga o'tkazamiz. Bizga bizga kerak emas narsalar ko'chiring. Orta masala kerak emas, ko'chiring. Va config kerak, chunki noyamiz va oxirgi kod kerak bo'ladi. Ishga tushirish qo'yamiz. Saqlaymiz. Endi bot.py ishlatib ko'ring. Savollar bo'lsa bemalol. Yana xato bo'lyapti. Translator yo'q. Translatorda shu bor. Hamid yo'q.
ishlataveradi. Bo'ldimi? Jimjitmi? Boshiga Python yozing. Python. Bo'sh joy. Tabni bosing. Yana. Enter. Hech narsa bo'ldi. Demak, sizlar ayollar bo'lmayapti. Hech kim tushunmayapti. Hech ham javob ham deb, xato ham demayapti. Mana bu yerda bo'sh joy. Hisoblang. Endi ishlatib ko'ring, o'sha bo'lib ketadi. Xato sezyapti. Mana 6-chi xatoda bitta bo'sh joy qolib ketgan. Bu jarayon bu o'z ishlamayapti. Hisoblang. O'zi konfig bor. To'g'ri o'chirganmiz. Saytni o'zidan shunday qolib ko'chganda mana shu bloknotga tashlaysiz. Ko'rasan, keyin boyagi nomerlarni o'chirib qo'yasiz. Bitta hozir mana ishlatib ko'rdimda. Xato berdingmi? Ishlabdi. Masalan, boshqa narsalar bo'lsa, yana ishga tushirib tushunmayapti. Enter bosib oling. O'sha hisoblanadi. Endi sezyaptimi? O'zi pasportda bunday qo'llanishda xato bo'ldi. Internet. Internetga qo'shtirdim. Sizda xato yozgan sana shuni o'rgatishdi. Internet ishlamay qoladi. O'zi bitmayapti-da, siz tarjima qilib berishga. Bu sizda xatolik yo'q. Wi-Fi kuchi yetmay qoladi. Aha. Hop, alt, hop. Yana oxiriga qaytib ketamiz. Qo'yamiz. Yaxshi. Raqamlarni ehtiyotkorlik bilan o'chiringlar. Kuchukcha nimalar o'chirib qolmasin. Tokeningizni olasizmi, mana bu yerga qo'yib, bitta mana shu faylni raqib ko'rasiz, ishlatib ko'rasiz. Aslında çıkıp yükselen mi oldu? Nimani? Aslında tekrar salınacağını tekrar çıktı. Çıktı bozulup tekrar zemledi. Bo'ladi. Orada çıkıyor mu? HTML kod yozish kerak. Frontend oson. Mana shunaqa bitta narsa olgan bo'lsangiz oson. Shunchaki yozib berishingiz mumkin. Hamma gap backendda, chunki logikani asosi backendda bo'ladi. Ishlayaptimi? Nimaga bunda muammo chiqadi? Demak, ko'chirayotgan vaqtingiz nimadir yana o'chib ketgan. Shu sababli siz hech qanday javob qaytarmayapsiz. Endi undagi translatorlarni bunga oling. Hech narsani boshqa nima qilmay, undagi translatorlarni oling, bunga tepadagi eng tepadagi translatorlarni. Faqat kerakligini
yo'q, hammasini belgilamaysiz. Siz translatorni oling. Translator qo'ying degan bitta ishlatib ko'ring. Mana bu klassni ham oling, pastdagi klassni. Ishladimi? Yaxshi. Demak, frontendga o'zi boshlang'ich qadamlarni qo'yib bo'ldik. Ya'ni URLlar qanaqa yasalishi, page'lardan page'ga o'tish, bu qismlari bo'ldi. Endi qisqagina nima qilamiz? Bitta yangilikdan olib turib, bizlar ham bitta yangilikcha chiqarib ko'rmoqchi bo'lamiz o'zimizcha. Masalan, hop, mana gaz changimi shunga kiramiz. Yangilik olmoqchisiz, nima qilasiz? Agar siz frontendchi bo'lsangiz, shuni ko'chirasiz yangilikni va kodga kirasiz. Hop, bizga index.html da chiqib, aboutda chiqib tursin bu. Demak, h1 ga qo'yamiz yangilikni. Va uni tagida nimasi bor? Paragraf deydi. Tagidagi uzun izohlari. Buni yozish uchun siz paragraf tagidan foydalanishingiz kerak. Uning uchun p ni yozsangiz, bu paragraf tagi bo'ladi. Ya'ni kichkina mayda yozib o'qib beradi. Mana qo'ydim va endi ishlatib ko'raman bu yoqda. Hop, aboutga o'tib ko'ramiz. Mana gaz jangi chiqdi va mana bu oxiridagi kichkina yozuvlar. Paragraf desangiz juda ham kichkina qilib yuboradi yozuvni. Mana shu tartibda chiqarib beradi. Mana bu h1 bo'lgani uchun bu sal nimaroq kattaroq chiqdi. Va endi rasmi kerak bo'lsa, rasmini qanaqa qilib olaman siz? Mana bu yerda copyright URL kartinka bor. O'shani bir marta bossangiz, shunchaki URL ni saqlab oladi va saytga kodga qaytamiz. O'rtasiga qo'ymoqchimiz. Rasmni chiqarmoqchi bo'lsangiz, image tagidan foydalanishingiz kerak. Va mana search degani bu yo'lakni ko'rsating, ya'ni qaysi yo'lakda turibdi, ya'ni bironta internet manzilmi? Mana bu hozir internetdan olyapmiz. Kunuzni o'zini ofitsialniy saytida saqlanib qolamiz. Bu yerda hech qanaqa rasm ko'chirganim yo'q, shunchaki URLni o'zini oldim va nimaga o'tib ishlatib ko'ramiz. Mana URL ham tayyor. O'zi yangiliklar saytini boshlang'ich qismi desa ham bo'ladi. Buni bunaqa qilib turib frontendchilar qiladi. Backendchilar mana shu ma'lumotni bir marta kiritilgan ma'lumotni to'g'ridan-to'g'ri bazaga tashlaydi, bazadan chiqib keladi. Agar hozir mana shu yangilik qo'shdik, ertaga yana bitta yangilik keldi deylik, nima qilasiz frontend? Yana mana bu yangilikni o'zgartirib chiqish kerak. To'g'rimi? Backendda esa ma'lumotlar bazasiga bir marta shunday yo'naltirib ichiga tiqib qo'yasiz, solib qo'yasiz ichiga, xuddi SQLite ichiga kiritganda insert qildi-yu, xuddi o'shanda kiritasiz. Bu yoqdan o'zi avtomatik tarzda yangilanib chiqib turadi. Kunuzlar shunaqa ishlaydi masalan. Chunki tepasiga chiqsangiz, eng glavniy saytga kiradigan bo'lsangiz, mana bu yerda bugungi nimalar chiqib turadi yoki ertangi yoki kechagi nimalar sanalar chiqib turadi. Va e'tibor bering, kunga moslab turib tartiblangan. Pastda kun yo'qmi deyman. Pastda kun yo'q. Mana yonboshdan qaraylik. Mana o'sha bugungi bo'lsa kerak bular. So'nggi yangiliklar ekan, 18:2 da. Mana bu masalan 01 ekan. 01, mana 29. Ko'rdingiz? O'zi bular tartiblangan, nima bilan? Faqat sanalari bilan tartiblangan. Endi keling bitta nima qilib ko'ramiz. Kunuzda logosini olib ko'ramiz. Ya'ni qani olsak bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Buning uchun siz meshkani, mana shu saytga kirib turgan joyingizda meshkani o'ng tarafini bossangiz, pastga посмотреть kod chiqadi. O'shani bir marta bossangiz, bu sizga nimasini ko'rsatib beradi. Kodlarni, HTML kodlarni ko'rsatib beradi mana ichkarida. HTML kodlar. Sichqonchani belgilab turib, o'shani ustiga kelasiz. Mana bir marta bossangiz, mana bu URL ni ko'rsatadi. Ustida mana logosi turibdi. Ustiga bir marta bossak, ochib beradi. Mana URL bor. URL ni olamiz, salomlik. Va mana shu rasmga yoki tepasiga qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, biz buni indeksga qo'yaylik. Mana tepaga image qo'yamiz. Va o'sha yerga tashlaymiz. Aslida bu noto'g'ri, chunki kunuzni o'zi aytib qo'ygan, nima bizning ma'lumotlarimizni ko'paytirish, olish mumkin emas degan. Mana o'zi biz kunuznikini oldik. Bemalol bunga URL qilsangiz bo'ladi, mana bunaqa URL qilsangiz bo'ladi. Agar olib qo'yasiz, buni ham ustiga bir marta bossangiz, boshqa pejga o'tib ketaveradi. Hozir qildik-ku mana bunaqa. Boshqasiga o'tadigan. Keyinchalik sizda nima bo'ladi? Alohida tepa bilan pastki qismi takrorlanadigan bo'lgani uchun ularni yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Mayli, ularga keyinchalik. Xo'p, yana bitta nima ko'rsataman, buni o'zi ko'pchilik bilsa kerak. Посмотреть kodga kirasiz. Masalan, buni o'zini o'zgartiramiz. Mayli. Mana bu xabar ustiga kelib turib, bir marta bosamiz, bizga mana shu xabarni to'liq matnini chiqarib beradi mana. Ustiga ikki marta bossangiz belgilaydi. Buni o'chirib, bugun Django'da kod yozdim deb turib, shuni boshqa joyga bossangiz, mana buni o'chiramiz. Lekin bu saqlamaydi, bitta bilan siz o'chib ketadi.
Ha, o'shalarni aytmoqchi. Instagram saytiga kirib turib, bemalol podpischiklaringizni nechadir million qilib turib ko'rsatib, mana bitta rasm tushirib turib, mana bunaqa bo'lib ketdi o'zgarishlar desangiz, tayyor Photoshop emasda bu. Bu saytni o'zida mana bunaqa o'zgartirib qo'ydingiz. Buni faqatgina bitta yangilasangiz, bu yana o'z holiga qaytib qoladi. Chunki bu o'zini xotirasiga saqlagani yo'q. Biz buni buzib kirganimiz yo'qda, shunchaki bu yoqdan bilib olmoqchimiz xolos. Chunki bu yoqdan ko'p narsani bilsangiz bo'ladi. Endi front-end bilan ishlagandan keyin buni qanaqa rang berilgan yoki nimalar bilan, qanaqa fontlar bilan yozilgan o'shalarni olsangiz bo'ladi. Masalan, mana bu yerda nafaqat front-end, HTML kodlarni ham, JavaScript natijalarini ham ko'rsatadi. Xo'p, bunda masalan nimaga kelamiz? Bitta yozuvga kelib turib bir marta bosadigan bo'lsak, mana bu ham Ahrefda URL yasalgan. O'zbekiston degan yozuv. Mana shu Ahrefda pastga tushsangiz, mana buni sal ko'tarsak, mana CSS'lari bor. Mana rangi qora ekan, o'chirib ko'ramiz rangini. Ko'rdingiz? Rangi o'zgaryapti. Mana shu rangini shu yerdan belgilab turib, boshqa rangga bo'yasangiz bo'ladi. Masalan, redga bo'yab ko'rsak bo'ladi. Qanaqa natija chiqarkan degan. O'zingiz uchun, bilib olish uchun mana shuni o'zgartirib ko'rsangiz, sizga shunaqa ranglar, shunaqa nimalar yoqib qolsa, o'zingiz saytingizda qilsangiz bo'ladi. O'zgartirib ko'rish oson bu yerda front-endda. Mana shunaqa tarzda o'zgartirib ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, yana nima bor bu yerda? Display, kursor bor ekan. Kursorni o'chirib qo'ysak, sezyapti baribir. Demak, yana bitta narsa yoqilgan. Backgroundlari 0 qilingan ekan. Bunga background kerak emas. Xuddi shu tarzda ranglarni o'zgartirib ko'rsangiz bo'ladi. Fontlari bormi ekan? Fonti yo'q shekilli. Yo'q ekan. Mana buni nima qilar ekan? Bu mana bu tagidagi yozuvlarni o'chirib berar ekan. Ko'rdingiz? Bizaniki hozir tagidagi yozuv chiqib qolyapti, to'g'rimi? Ahrefda. Demak, mana shuni ham o'chirib qo'ysak bo'lar ekan. Mana shu kod kerak bo'lar ekan bizga. Demak, shu kodni olamiz, o'zimizda sinab ko'ramiz. Mana bu hozir tagida chizig'i bor. Bu Ahrefda ichida turibdi. Mana Ahrefda ichida turibdi. Mana shunga hozir biz style berishimiz kerak. Bitta bo'sh joy chiqaramiz, style beramiz. Va style'ga boyaga ko'chirib olgan narsamizni tashlaymiz. Ya'ni bu text decoration ekan, non qilib qo'yadigan bo'lsak, ishlatib ko'ramiz. Mana o'zgardi. Tagidagi chiziq yo'qoldi. Rangini ham o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Qoraga o'shanda ko'p bo'lib qolmaydi. Demak, mana buni davomida color qilamiz. Xo'p, qorani hamma bilsa kerak rangini. Black deymiz va bitta abdovini qilib ko'ramiz. Mana qora bo'ldi, URL borligi bilinmaydi. Qachon meshkani etsangizgina bilinadi. HTML shunaqa. Mana bu kodlarga qarab turib, sekin-sekin o'rganib olsangiz bo'ladi front-end. Ya'ni hamma narsa o'zi tayyor bu. Bemalol nimani o'zgartirib ko'rasiz, nimani nima qilib ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yerda rasmlarga nima berilmagan ekanda, border radius, ya'ni sal yumaloq qilish. Shular berilmagan ekan. Ularni bersangiz yana ham chiroyliroq chiqadi. Bular o'zi qirralikdan foydalanadi. Xo'p, bitta rasm belgilab ko'ramiz. Sichqonchani boshqatdan belgilab ko'ramiz. Mana bu rasm ekan. Xo'p, demak buni klassining nomi nima ekan? O'sha rasm ekan. Xo'p, bunga bitta border radius berib qo'ysak ishlar ekan. Mana o'zi teglarni chiqarib beryapti. Qanaqa teglari borligi. Xo'p, border o'zi emas, border chiziqcha radiusmidi? Radius bu nimada beriladi? Nodir border radius pikselda berilarmidi? Ha? Pikselda berilarmi? 50 piksel yo'q. 15 piksel qilib o'zgarish bo'ladi. Mana ko'rdingiz, salgina mana buni o'chirib qo'ysak bo'linadi. Sal chiroyliroq, sal dizaynga ega bo'ladi. Mana bunaqa to'rtburchak bo'lgandan ko'ra mana bunaqa sal dizaynga ega bo'ladi, sal chiroyliroq bo'ladi. Buni siz dumdumalab qo'ysangiz ham bo'ladi. O'sha border radiusini yana kuchaytirishingiz kerak bo'ladi. O'zi ham front-endchilarda dars o'tdim deyman. O'zim front-endchi bo'lmasam ham belgilaymiz. Mana bu yerda border radius ustiga kelib turib, buni ko'paytirsangiz bo'ladi. Tobbora ko'paytirib uramiz. O'zi to dumaloqcha ekinchi Instagram profil qilib qo'yamiz. Mana buni o'chirsangiz, mana o'zi cho'zilib ketdi bu. Chunki biz kichkina oyna ochganimiz uchun mana kichkina qilib ochib bergan. Mana shu tarzda bemalol, demak sizga border radius kerakmi? Ha, border radiusni o'zini oling degan o'zingiz kodingizni yozsangiz bo'ladi. Front-endda qulayliklar ko'p. Bemalol bilmagan narsangizni ham o'rganib olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz nimani URLni tashlab qo'yaman, boyagi videoni. Assalomu alaykum. Kirib o'tiravering, baribir darsdamiz. O'shandan ko'rsangiz bo'ladi, boyagi aytib o'tgan narsam. HTMLni 1 soat o'rgataman degan. Lekin ko'rsangiz afsuslanmaysiz. Saytlar yasab ko'rsatgan, o'zingiz ham sayt yasab ko'rsangiz bo'ladi. Django'ni ishlatmasdan, shuni front-endda.
Bitta yasab ko'rsangiz, Django bilan bog'lab ketishingiz yana ham osonroq bo'ladi. Xo'p, savollar bormi bugungi dars bo'yicha? Botni tugatish kerak lekin. Chunki ertaga o'zingizga tayyor bitta tugagan ish bo'ladi, ya'ni portfolio sifatida bo'ladi. Chunki serverga qo'yasiz uni ertaga tekin serverga, o'shanda ishlab turadi. Postoyanno ishlab turadigan serverlar Bor, postoyanno ishlab turadigan serverlar. Faqat pulliklari bor, tekini ham bor. Tekiniga ancha muammo bo'ladi. Sizdan birinchi o'rinda viza kartangiz bo'lishi kerak, ishlab turgan. Viza kartaning ichida kamida $1 dan ziyod pul bo'lishi kerak. Shunda kirgizganingizda avtomatik tarzda $1 ni yechib oladidagina, siz ro'yxatdan o'tkazishga qaytarib turib tashlaydi. Nimaiki ishonch komil qilish uchun. Ichida pul bormi? Siz ishonchli abonentmisiz? Shuning uchun. Qaytarib solib qo'yadi. Qaysi sayt? AWS, ya'ni Amazon server. Amazon pulli, lekin tekini ham bor. Sizga 1 yil mobaynida tekin beradi. Faqat megabayt cheklangan. 100 megabaytdan. Tushunmadim. Ha, ikkinchi yildan ushbu. Lekin 1 yil ham yomon natija emas. Heroki 1 oy ishlaydi, 1 oydan keyin dam olishga chiqib ketadi degan, yana 1 oydan keyin o'ziga o'zi ishlab ketaveradi. Shunaqa bo'ladi Heroki. Chunki tekinda, baza qo'shsangiz, bazangiz har 24 soatda bitta yangilanadi degani, foydalanuvchi qo'shishni ko'rdingizlarmi? O'zingizga foydalanuvchi, obunachi yig'ishlarni bot bo'lsa masalan, o'zingizga foydalanuvchi yig'ib ko'rmadingizlarmi? Nimaga Django'ga o'tib ketibdi bu narsa? Startni bosganda sizni o'zingizga obunachi kiradi. Userlar soni ko'payadi, o'sha userlarga siz reklama bersangiz bo'ladi. O'sha qismlar bilan tanishdingizmi? O'sha userlaringiz Heroku'da har 24 soatda o'chib ketadi. AWS turaveradi, Amazon serverida yoki boshqa pulli server bo'lsa, u pulli serverda turadi. Heroku aynan shunaqa. Har 24 soatda bitta yangilikdagi bazingizni o'chirib tashlaydi. O'sha nechta abonent bilan yuklagan bo'lsangiz, masalan 8 ta hozir abonentingiz bor, o'sha bilan saytga yukladingizmi, o'sha 8 ta o'zgarmay turaveradi. Kimlardir kirsa ham kirdi deydi degan, bu kunsiga yana 8 ta bo'lib qoladi. O'zgarmaydi, chunki o'zgartirish kuchi yetmaydi. U chunki siz tekindan foydalanasiz. Bu AWSlarda doimiy ishlab turadi. Даже botingiz qanaqadir chip bilan to'xtab qolsa ham o'zi avtomatik tarzda yurgizib yuboradi. Siz uni to'xtaganini ham bilmaysiz. Faqat ishlab turganini tekshirib ko'rishingiz mumkin. Qani o'zi ishlayaptimi? Chunki to'xtab qolmaydi. Amazonniki ko'rsangiz bo'ladi, lekin boshiga ulanib olish ancha muammo. Chunki uni kompyuteringizni serverga ulashingiz kerak. Serverdan maxsus pul ishlayveradi, u pul ishlaysiz kompyuteringizga o'rnatishingiz kerak, chunki har safar kirish uchun siz bir marta kirib qo'yib, shu bilan qaytib kirmoqchi emassiz. Chunki kirib, bir nimani o'zgartirishingiz mumkin. Ertaga foydalanuvchingiz milliontadan oshib ketsa, u baza sizga kerak bo'ladi, to'g'rimi? Uni pullik serverga qo'ymoqchi bo'lasiz keyin. Shuning uchun bazani qaytarib olish uchun uni kompyuteringizga ulashingiz kerak. Bu yog'i ancha mehnat talab qiladi, lekin shunga yarasha bemalol 1 yil davomida sizga web bo'ladi ishlatish. Adashmasam 3 tagacha bot qo'ysangiz bo'ladi. Tekin. 3 tadan keyin o'zi qisib boshlaydi toza havoni, chunki ularga ham tekinni, siz tekin joydan pul ishlayapsiz bo'ladi.